menga qarang, avvalcha hayotimda ko'rib qo'yinglar, kirib yashashni. Nech pulga qanday yashashni. O'sha ko'tarayotgan odamni o'tkazib qo'yish kerak o'sha pulga. Qani pensiya? Mana pensiyaga yashaymiz. Eng arzonini qidiramiz. Bu yoqda dorimizga yo'q, e'tiborimiz bormikin? Hali metroni tekin qilganda, aptekan arzon qilgani bo'lsa, o'sha yoqqa boramiz deb o'tiribmiz. Nimaga yetkazaylik? Kvartiratagami, dori-darmongami, yo qoringami? O'sha ko'tarayotganlarda insof bormi? Xalqqa o'ylaylar. Mana shundan chiqib ketyapti o'g'rilik, aferistlik, musulmondan chiqib ketyapti hamma. Qatta bo'lsa yulsam deydi hamma. Bu chestnimi? O'zinglar aytinglar. Qatta bo'lsa, nima bo'lsa, kimdan kim yulib olsa. Mana mehr oqibat hammasi yo'q bo'lib ketyapti shuni orqasidan. Televizorda mehr oqibat undan-bunday deydi. Mana yog'ini to'g'rilab qo'y, hammasi bo'ladi. Hamma narsa shundan kelib chiqyapti. Qimmatchilikdan kelib chiqyapti. Nahotki oddiy odamni aqli yetgan, u tepada o'tirganlarning aqli yetmaydimi shunga?